Bugungi videomda sizlar bilan Makka va Madinadan qanaqa hadiyalar olganimni bo'lishaman. Madina joy namozlarini har xilchasi bo'ladi. Makkada oldim. Agar siz Madinadan olsangiz, ancha arzonga olasiz. Magazini ham bor ekan. Agar siz shuni sotib olmoqchi bo'lsangiz, bemalol shu Makkadagi Ka'bani hidi keladigan sprey, Ka'bani oldiga borib teginib ko'rgan bo'lsangiz, shunaqa hid keladi. O'shani hidi mana shu spreyda. Juda ham chiroyli joy namozlar bo'lgani uchun bunlardan ham tanlab oldim. Bu ko'rinishsa mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Farqi yo'q. Mana ozgincha yondirib turasiz. Mana bu xurimiz, bu esa surma. Har xil narsalardan, viruslardan himoya qiladi. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomda sizlar bilan Makka va Madinadan qanaqa hadiyalar olganimni bo'lishaman. Bilasizlar, men bir oydan oshiq Saudiyada yashadim. Ya'ni u yoqqa oilam bilan birga ketdik va o'zi ko'pchilik qanaqa hadiya olishni bilishmaydi. Men eng kerakli va eng yaxshi hadiyalarni oldim deb o'ylayman va sizlar bilan ham bo'lishaman bu videoda. Birinchi o'rinda eng kerakli hadiyalarni sizlarga ko'rsataman. Ya'ni ular stoyt того, ya'ni puliga arziydigan hadiyalar. Birinchi o'rinda bu zamzam suvi. Zamzam suvini siz aeroportda olishingiz mumkin bo'ladi va uni mana bunaqa kichkina idishchalarda hadiya qilsangiz bo'ladi. Undan keyingisi bu joynamozlar. Joynamozlarni men har xilchasidan oldim. Birinchi bo'lib bu Madina joynamozlari. Madina joynamozlarini har xilchasi bo'ladi. Qalinlari, sal ingichkaroqlari, qalinligiga qarab narxlari o'zgaradi. Mana madadan. Mana bunaqa. Menda esa og'ir bo'lmasligi uchun sal ingichkaroq variantini oldim. Chunki qalinlari slishkam qalin, o'zi bu ham qalinroq, lekin unaqa darajada qalin emas. Ko'tarishga udobniy darajada va unaqa darajada og'ir emas. Juda ham chiroyli, qaranglar. Va buni men savdolashib 50 riyalga oldim. Makkada oldim. Agar siz Madinadan olsangiz, ancha arzonga olasiz. Chunki bu joynamozlar Madinadan keladi. Makkaga borib sotishadi. Keyingi joynamoz bu mana bunaqa kichkina cho'nchak joynamoz, ya'ni buni oldingizga olib yurasiz. Bu ham Madina staylida. Ya'ni nima uchun Madina stayli? Chunki Madinada va Makkada ko'rsangiz hamma yoqda xuddi shunaqa materialli gilamlar to'shalgan. Namoz o'qiyotganingizda Makka Madina hissini berish uchun hamma o'zlari bilan xuddi shunaqa joynamozlarni olib yurishadi. Buni men mana bunaqa qo'lda olib yuradigan, ya'ni sumkada olib yuradigan variantini ham topdim. Buni men Nusukdan oldim. Nusuki degan brend bor. Nusuki degan brend har xilcha shunaqa narsalarni qilishadi. Ya'ni u yerda Madina joynamozlari ham bor. Mana bunaqa qo'lda olib yuradigan joynamozlar ham bor va shu bilan birgalikda ularda yana boshqacha narsalar ham bor. Ya'ni spreylar, duxiylar, har xilcha narsalar bor. Mana buni qaranglar. To'g'ri, bu rangi sal naqaroq, o'tkirroq boyagiga nisbatan, lekin ingichka o'zingiz bilan olib yurishga juda ham qulay. Hidi shunaqa zo'r. Makkani, ya'ni Madinani hizi keladi. Ya'ni men buni zakaz qilganimda Nusuki приложенияsi o'tda shu sayti ham bor, zakaz qilsangiz bo'ladi yoki o'zini do'koni ham bor. Do'koni Makkada soatning ichida joylashgan ekan. Men buni o'sha soatning ichiga kirganimdan keyin, ozgina aylanganimdan keyin ko'rib qoldim. Buni chunki men birinchi saytdan zakaz qilgan edim-da, uyga o'sha Makkada turganimda. Uyda zakaz qilgan edim. Keyin bordim, qarasam, u yerda o'sha magazini ham bor ekan. Agar siz shuni sotib olmoqchi bo'lsangiz, bemalol shu Makkadagi haramning ichidagi katta soat bor, o'shani ichiga kirsangiz bo'ladi. Shuni to'g'riga kirsangiz, chap tarafda kelar ekan. Birinchi etajda shuna kirganingiz. Mana Nusuki, buni esa men shu do'konni ko'rib qolganimda, boshqa narsalarni ham ko'rib, maza qilib ko'rib chiqdim. Ikkita eng zo'r hidlardan oldim. Ya'ni bu joynamozga, kiyimlaringizga o'sha hidi kelib turadigan. Nimani hidi? Haram, ya'ni Makkani, Ka'bani hidi keladigan sprey va Madina Munavvaradan keladigan hid. Ya'ni buni siz joynamozingizga sepsangiz, xuddi o'sha muhitning hissini beradi. Mana ikkita. Buni narxlari mana Madinaniki sal qimmatroq ekan, 79.20 sar, ya'ni realga oldim. 79.20. Bunisini 57 realga oldim. Saytida ham bir xil narx, dastavkasi uchun yana qanchadir to'lanadi.
10-15 real atrofida. Lutshi borib olgan yaxshiroq, pulingiz kamroq ketadi и borib tanlab, hidlab olsangiz bo'ladi. Chunki men bularni hidlab ko'rib oldim. Hidi rostdan ham zo'r. Mendan Makka Ka'baniki keladi. Agar siz Ka'bani oldiga borib teginib ko'rgan bo'lsangiz, shunaqa hid keladi. O'shani hidi mana shu spreyda. Bunda esa Madina-i Munavvaradan keladigan hid. Ikkita shu sprey. Sovg'alardan aytdim boshida o'sha ikkinchi sovg'ani aytdim, ikkinchi eng yaxshi sovg'am, ya'ni bu joynamozlar deyotdim. Joynamozdan keyin keladigan albatta mana shu naqa spreylar. Ya'ni joynamozlar deganda men hali tugatganim yo'q, joynamozlardan yana bor. Joynamozlardan mana bunaqa kichkina cute joynamozlar ham bor. Bu joynamozda men o'tgan yili oyimlar borganda menga olib kelib berishgan edi. Rosa shunaqa joynamozda namoz o'qiyman. Mana bunaqa kichkina to'g'ri, lekin buni siz o'zingiz bilan olib yursangiz bo'ladi. Yana bu joynamozga sig'mayman degan narsa bo'ladi, to'g'ri. Lekin siz uyda, misol uchun joynamoz to'shaganingizda faqatgina boshingiz sajdadagi boshingizga yetsa bo'ldi-yu, atak uyingiz toza-yu, gilam toza, hamma yoq toza. Shuning uchun men o'zi kichkina joynamozlarni ishlashni yoqtiraman. Ko'chaga chiqqanda ham, endi ko'chaga chiqqanda sal kattarog'i kerak bo'ladi, agar hamma yoqingizni qirg'iz kelmasa. Lekin eng asosiysi deb o'ylayman men imенно sajdada, ya'ni boshingiz toza bo'lishi kerak sajdada. Shuning uchun shunaqa kichkina cute-cute'lar nafaqat yosh bolalarga, balki kattalarga ham yaxshi, ya'ni foydali bo'ladi deb o'ylayman. Buni har xil ranglari bor. Pushti, ko'k, to'q pushti, bunaqa to'q pushti. Xo'p, to'q ko'k bor edi. Uni sovg'aga qo'shib qo'yman уже. И bordoviy rang bor edi. Bordoviy mana. Shu ekan, mana bunaqa. Bordoviy ham chiroyli. Xo'p, shunaqa ranglari bor ekan, shunaqa ranglardan yig'ib oldim. Albatta hadiyaga. Mana bunaqa sumkali joynamozlar bo'ladi. Bu sumочка. Bunaqa taqib yursangiz bo'ladi buni. Ichi juda ham chiroyli rang. Buni ochib o'tirmayman, chunki yopish kerak bo'ladi qaytadan. Yana joynamozga qaytamiz. Joynamozlarga hech to'ymadim men. Shu desangiz, mana bunaqa joynamozlar bor ekan, bulardan ham oldim albatta. Chunki juda ham dizayni chiroyli ekan. Ka'ba va bunaqa naqshlar. To'g'ri, o'zi namoz o'qiyotganda hech narsaga chalg'imaslik kerak deb aytiladi, to'g'ri, lekin boshida misol uchun qiziqtirish uchun deb o'ylayman, namoz o'qimaydiganlarni misol uchun yoshlarni, yosh bolalarni shunaqa joynamozlar bilan qiziqtirsa bo'ladi deb o'ylayman men. Chunki bu yerda ortiqcha keraksiz narsalarning rasmi emas, balki Ka'ba yoki Madina-i Munavvara, aytaylik, har xilcha kerakli, chiroyli narsalarning rasmi bor. Bu meni shaxsiy fikrim. Juda ham chiroyli joynamozlar bo'lgani uchun bulardan ham tanlab oldim. Buni Makkadan oldim. Joynamozlarning hammasini Makkadan olganman. Ko'p narsani Madinadan ololmadim, chunki Madinada men ko'p bo'lganim yo'q. U yerda sovg'a, salom olishga umuman vaqtim bo'lmadi. Faqatgina u yoqdan mana bunaqa bakallar bor ekan. Madina degan. Mana bu tarafida o'zimizning tilda va arab tilida ham yozilgan. Shunaqa bakalchalar va bloknotlar bor ekan, Madina deb yozilgan. Juda ham chiroyli ekan. Shunaqa narsalar oddiy hadiya uchun. Xo'p, eng kerakli hadiyalarga yana qaytadigan bo'lsak, bu o'sha joyning muhitini, hidini beradigan narsalar. Bu oud deyiladi, o'sha hid chiqaradigan buxur yoki qanaqadir duxiylar albatta. Birinchi o'rinda spreyni aytdim, spreyni sizlarga ko'rsatdim. Endi esa sizlar bilan hozir oudni ko'rsataman. Hozir kelaman. Bu narsalar esa buxur deyiladi. Bu nimaligini ishlatganlar bilishadi. Men oldin bu narsa nimaligini даже bilmasdim. Ishlatib ko'rmagunimcha, ya'ni Madina, Makkaga borib ko'rmagunimcha. Xo'p, bu narsa sizga, uyingizga, ya'ni kiyimlaringizga hid beradigan narsa. Bu tutiydi
tutilganda hidi chiqadi va juda ham shirin hidlar chiqadi. Buni hidi har xilcha bo'ladi. Tanlashda juda ham qiynaldim, chunki juda ham shirin hidlar bor va juda ham har xilcha hidlar bor. Men eng yoqqan va o'sha Madina va Makkani muhitini beradigan hidlardan tanladim. Bu narsa esa yonadigan narsa, ya'ni bu siz shu tutunni chiqarish uchun birinchi yondirishingiz kerak. Bu yonadigan narsa, tagiga qo'yiladi. Bu narsa esa hid beradigan narsa. Buni hozir sizlar bilan ishlatib ko'ramiz. Lekin undan oldin qanaqa hidlar olganimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mana banishni idishda bunaqa ko'rinishda, mana ko'rsangiz bo'ladi. Chunki unda juda ham har xilchalari bo'ladi va ularda siz o'tdasiz tanlay olmay qolasiz. Men olganlarim mana shular, mana bunaqa banishni. Bu 15 real. Keyin mana bunaqa korobochnilari bo'ladi. Imенно shu korobkaliklarni tanlash juda ham qiyin bo'ladi. Mana bunaqa. Bunisi Madina Munavvara va Makka. Mana rasmi ko'rinib turibdi. Bunisi esa imенно Ka'ba hididan. Mana shu ikkalasidan oldim. Keyin mana bunaqasidan oldim. Buni korobkasi yo'q ekan, chunki bittagina qolgan ekan. Mana shundan ham oldim. Buni hidi juda ham yoqdi. Bu yerda Buhur Aldar deb yozilgan. Lekin imенно nimani hidi kelishini sizlarga tushuntirib bera olmayman, chunki bunaqa hidni men birinchi marta hidlayapman menimcha, lekin juda ham yoqimli hid, sizni tinchlantiradi. O'zi o't, ya'ni o'sha chiqayotgan tutun va u hid odamni stressdan chiqaradi va tinchlantiradi. Shuning uchun arablar bunaqa o'tlarni juda ham ko'p ishlatishadi. Nafaqat uyingizda shirin hid kelib turish uchun, balki biz duxiylar ishlatamiz, ular bu narsani o'sha kiyimlariga o'sha tutatishadi. Juda ham chiroyli deb bo'lmaydi hidga. Juda ham yoqimli hid keladi. Bu narsa esa shu o'tni, ya'ni o'sha narsalarni ichiga qo'yib tutash uchun Madina idish deylik. Men mana bunaqasidan oldim. Yana hadiyaga boshqacha ko'rinishdagilar ham bor. Bemalol o'ziga yoqqanini tanlab olsangiz bo'ladi. Shuningdek, mana bunaqasi ham bor. Hozir ochib ko'rsataman sizlarga. Juda ham ko'p ishlatiladigan va juda ham ko'p bestseller deb aytdik, ko'p olinadigan buxurnitsa, buxurnitsa deyiladi, esladim. Buxurnitsa mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Nima uchun bunaqasini olishadi? Chunki tutun chiqqanda hamma yonidan chiqadi va juda ham chiroyli bo'ladi. Bu yerda mana shkatulkaga o'xshaydi, ochasiz, ichiga buxur solinadi. Xo'p, bu yerda esa ichiga o'sha yonadigan narsasini solib qo'ysangiz bo'ladi. Shkatulkasi ham bor. Hadiyaga menimcha juda ham zo'r narsa deb o'ylayman. Chunki oddiy narsa olib kelmaysiz-da. To'g'ri, tasbih, joynamoz ham zo'r, lekin Madina va Makkani hidi va stressdan himoya qiladigan, tinchlantiradigan hidni sovg'a qilsangiz, menimcha juda ham manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Mana bunaqa narsa ham yonadigan narsa. Bu ko'prog'i. Buni 8 realga olganman. Hozir esa biz mana bundan ochib ishlatib ko'ramiz. Menda уже ochilgani bor. Mana bunaqa degani qolgan ekan ichida. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu yonadigan narsasi. Endi buni nima qilamiz? Buni mana bu yoqqa men уже ishlatib bo'lganman, ichi ozgincha yonib qolgan. Mana buni qo'yasiz-da, mana bu yoqqa qo'yiladi va tutatmoqchi bo'lgan o'tni ochasiz. Mana bunaqa kukun bo'ladi. Ya'ni kukun deydik yokida nima deyiladi bunaqa narsa? Mana shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda ozgina to'kilib ketdi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ozgincha mana ichiga qo'yamiz. Qo'lingiz bilan emas, qanaqadir qoshiq yokida qanaqadir narsa bilan ushlashingizni tavsiya qilaman, chunki bu kuya bo'lgani uchun, ya'ni kuyaga o'xshash narsa-da, qo'lingiz qora bo'lib qoladi-da. Qo'lingizga yo'qib qoladi. Shuning uchun menda hozir soladigan narsa yo'q edi, men bunday sovuraman. Shuncha yetadi. Даже yetib ortadi ham. Qancha ko'p solsangiz, shuncha ko'p tutaydi-da bu. Mana shunaqa ko'rinishda. Xo'p, endi buni qanaqa yoqaman desangiz, bunaqa qiyin emas. Sizga gugurt yoki zajgalka kerak bo'ladi. Buni hozir ko'rsataman. Tagidan yoki chetidan, farqi yonidan farqi yo'q. Mana ozgincha yondirib turasiz. Bujir bo'lishi bilan bo'ldi mana уже.
Yo'q, bujir-bujir bo'lmayapti. Mana bujir-bujir bo'lyapti. Mana sekin asta tutashni boshlayapti. Ko'rasizlarmi? Bujir-bujir bo'lyapti sekin-sekin. O'sha hamma yog'i mana shunaqa yonadigan narsaga aylanadi-da, issiq narsaga aylanadi-da, tutatishni boshlaydi sekin. Ko'rasizlar-a? Mana shunaqa tutaydi xullas bu. Endi uni ustini mana bunday chiroyli qilib yopib qo'yamiz. Hamma yo'lga bunday qilib tutatib chiqsa bo'ladi. Mana bu xurimiz, u mana shunaqa tutaydi. Makka Madinada Xudo xohlasa inshaalloh Makka Madinaga borsanglar inshaalloh xuddi shunaqa buxurni katta idishda tutatayotganini ko'rasiz. Har yo'lga shunaqa shirin hidlarni tarqatishi juda ham shirin hid kelyapti. Buni mana bunaqa idishga ham qo'yib tutatsa bo'lar edi. Joynamoz, duhilar, hidlar. Duhi. Joynamoz o'tlardan keyingi keladigan narsa bu albatta Saudiya xurmolari va anjiri. Bu quritilgan anjir. Quritilgan anjir. Buni ta'mi juda ham o'zgacha va juda ham yoqimli. Yeb ko'rsangiz bo'lasiz. Bu narsalar yosh kattalarga ham, yosh kichiklarga ham hammaga yoqadi deb o'ylayman shaxsan men, chunki biz oilaviy maza qilib yedik. Shunaqa narsadan ham olsangiz bo'ladi, bemalol maza qilib yeyilishli narsa. Undan keyin mana bunaqa xurmolar bo'ladi. Mana buni ichida donagi yo'q, juda ham yumshoq, yosh kattalarga juda ham mos keladi. Mana bunisi ham juda zo'r, faqatgina datasiga qarab olish kerak bo'ladi. Yengi chiqmagan bo'lsa, sal ichi qattiqroq bo'ladi-da, yeyolmaysiz, tishlolmaysiz. Bunisi bodomli, ichida bodom solingan bo'ladi. Bunisi esa mana har xilcha aytaylik xurmoni ezib, uni konfetkaga aylantirishgan, ya'ni shirinlik, juda ham xurmoli, bemalol mana shundan sovg'a qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari oddiy xurmolar ham olsangiz bo'ladi. Oddiy xurmolarni kilolab olsangiz arzonroq tushadi, конечно. Biz ham bunaqa kilolab olganmiz. Xurmo tanlashni bilmasangiz, sotuvchilardan so'rasangiz, sizga best seller, ya'ni eng yaxshilaridan tanlashadi. Bizda ham shunaqa qildik. 1 kilo qaysidan yoqqan bo'lsa, yeb ko'rib oldik maza qilib. Bu xurmolarni keyin o'zingiz alohida idishlarga solib yoki paketlarga solib bersangiz bo'ladi. Bundan keyingi narsa bu duhilar. Men qanaqa duhi oldim sizlarga hozir ko'rsataman. Parniy duhilar bor ekan, ya'ni bu oilaviy, ya'ni bunisi o'g'il bolalarga for him deb yozilgan. Bunisi ayol kishiga for her deb yozilgan. Для неё bolasi uchun, ya'ni kichkina bolachalar uchun ham duhilar bor. Shunaqa duhilar ham olsangiz bo'ladi. Juda ham hidi zo'r va best seller, ya'ni ko'p olinadigan va ko'p sotiladigan, ko'p ishlatiladigan duhilar. Va buni soatni ichidan oldik. Sal qimmatroq, lekin arziydi deb o'ylayman, chunki hidi juda ham shirin ekan. Bu Madina hidi. Madinani hidi keladi bu atirdan. Bunisi esa nimani hididan kelishini bilmayman, lekin juda ham zo'r ekan. Men o'zim uchun oldim buni. Undan tashqari kichik va juda ham aytaylik chiroyli, cute yana narsalar bor. Bular tasbehlar. Mana bunaqa chiroyli upakovka qilingan tasbehlar bor. Hamma yoqda mana bunaqa elektron tasbeh va breloklar, mana har xilchasi bor. Bulardan ham oldik. Bu yoqda esa 3 tasi birda. Elektron tasbeh, bunaqa tasbeh va brelok. Juda ham chiroyli. Bularni ham har xilchasidan tanlab olsangiz bo'ladi. Biza 5 realdan oldik bularni. Undan keyingi yaxshi narsalardan biri bu misvoq. Misvoqlar o'zimizga nisbatan, конечно, Saudiyada olganimizda yaxshi. To'g'ri, o'zimizda ham bor, lekin solishtirsam u yoqda arzonroq ekan. Mana bunaqa idishli misvoqlar bor. Idishlilar nimasi bilan yaxshi? Uni o'sha ishlatganingizdan keyin idishiga solib qo'yasiz, qurib qolmaydi-da. Ya'ni bizda o'zi qurib qoladi-da, chunki baribir misvoqni ishlatayotganingiz ozgina suv qo'shib ishlatishingiz kerak-ku. Mana shunaqa misvoqni ishlatishni bilmaydiganlar uchun esa internetlarni qarasangiz bo'ladi. Misvoq qanaqa to'g'ri ishlatish ko'rsatilgan. Uni, конечно же, srazu ochib, srazu ishlatmaysiz, chunki birinchi po'stlog'ini olishingiz kerak bo'ladi. Po'stlog'ini olganingizdan keyin ozgina ishlatishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin shotka holga kelgandan keyin uni bemalol o'sha chizgi ishlatishingiz bo'ladi misvoqni.
Вот. Har xilchasi bor. Mana bu tarafdan ko'rsatdim sizlarga. Вот. Misvoqlar, bu misvoqni esa biz pachkadan oldik. Pachkasida 10 ta bo'lar ekan. Lekin narxini eslamayman uzr. Chiroyli narsalardan bu mana bunaqa sumочкаlar. Sumочкаlarni o'zimga oldim, chunki juda ham chiroyli ekan. Sumочкаlar mana har xilcha ranglardan bor edi. Eng chiroylilari menimcha oq va qora deb o'ylayman. Bu Madina deb yozilgan. Juda ham chiroyli staylda. Breloklardan yana mana bunaqa chiroyli breloklar bor. Madina, Makka bittadan ko'rsatdik. Mana. Xo'p, bulan donasi 3 realdan topsangiz bo'ladi. Donasi 3 realdan tasbehlar. Eng chiroylilarini tanlab oldim. O'zi hamma yoqda deylik har xilchasi bor. Yaxshiroqlarni, chiroylilarini tanlab oldim. Juda ham chiroyli ranglar va chiroyli dizaynlar. Yaqinroqdan ko'rsatdik. Mana. Bunaqa rangi sal boshqacharog'i qo'shilgan. Bundan ikkita olgan ekanman. Oq va bunaqa seri. Qorasi ham bor. Qorasi idishda faqat. Buni hozircha men taqsimlaganim yo'q. Sovg'a ishini. Endi taqsimlayman. Bu esa surma. Ayollar uchun, ya'ni erkaklar ishlatsa ham bo'ladi. O'zi arablar erkaklar ham ayollar ham surma ishlatishadi. Bu surmani idishi, bu esa surmani o'zi, ichida kukun bo'ladi shunaqa. Ya'ni men surmani birinchi marta nimadan ishlatishni, ya'ni nimadan qilinishini ko'rdim. Ya'ni u mana bunaqa katta tosh bo'lar ekan. Ya'ni toshlardan qirib kukunini surma qilishar ekanda. Surma o'zi mana shunaqa, ya'ni toshlardan bo'lar ekan. Ya'ni znava. Men bilmas edim. Hozir men sizlarga ko'zimga surib ko'rsataman. Xo'p, men hali idishiga solganim yo'q, lekin idishi bilan surib ko'raman. Ya'ni idishidagi naqasi bilan, temiri bilan surib ko'raman. Mana endi ko'rinyapsizlarga menimcha. Endi menga oyna kerak, sirrochni. Ikkinchi kadr. Mana shunaqa ozgina ko'zingizni yumib turar ekansiz-da, yana bunday qilar ekansiz. Vau, ko'zim ichiga ham kirib ketdi. Necha ichiga kirishi bu muammo emas ekan. Ya'ni ichiga kirsa ko'zingizni har xilcha narsalardan, viruslardan himoya qiladi. O'sha ko'z yoshingiz bilan chiqazib yuboradi. Ko'zim слишком qora bo'lib ketdi, no necha. Nuka. Ikkinchi ko'zimga ham qilaylik-da. Mana ko'zni yumamiz va tarafiga ham qilaylik. Вот. Surdik, zo'r. Bunaqa surmani men hech surib ko'rmagan edim. Endi surib ko'rdim, lekin zo'r. Xullas, mana shunaqa surmalardan ham olsangiz bo'ladi. Idishi bilan birga olsangiz juda ham chiroyli bo'ladi. Sovg'aga bunaqa sumkalar olsangiz bo'ladi. Bu sumkada Makka yozig'i bor. Bunisida esa Saudiya yozig'i bor. Ya'ni juda ham chiroyli sumkalar. Ya'ni bu shopper sumkalari. Ochib ko'ramiz birgalikda. Buni chunki o'zimga olganman. Buni ochsam bo'ladi. Mana ko'rinishda. Makka deb yozilgan, juda ham chiroyli. Bu yerda anaqasi ham bor. Ichida anaqasi, cho'nchagi va zamogi bilan zamok yopiladi. Men o'zi shopperlarni juda ham yoqtiraman. Kitoblarim, kerakli narsalarimni o'zim bilan ko'p qatga yurmay, bloknotim, ruchkam va qanaqadir kitob o'zim bilan birga bo'lishi kerak. Zerikkanimda nimadir yozaman yoki o'qiyman. Shuning uchun shopperlarni ko'proq yoqtiraman, chunki kichik sumkalarga hech narsa sig'maydi. Qo'lingizda ushlab yurishingiz kerak bo'ladi. Qo'limda ushlab yurgan narsamni men ko'pincha yo'qotib qo'yaman yoki qayerdadir qolib ketadi. Shuning uchun bunaqa kattaroq sumka olib yursam, o'zim bilan hamma narsam sig'adi. Mana shunaqa menga o'xshab yo'qotib yuradiganlarga, narsa yo'qotib yuradigan tanishlaringizga shunaqa sumkalar olsangiz bo'ladi. Esimizdan chiqarmaymiz. Bu rubrikamiz Saudiyadan qanaqa sovg'a olib kelish, ya'ni yaqinlaringizga qanaqa sovg'alar tanlash bo'yicha. Chunki bilamiz, sovg'a bo'yicha, ya'ni sovg'a tanlashda yaxshi sovg'a deganda albatta kitoblar ham kiradi. Agar Qur'on kitob olib hadya qilsangiz, bu juda ham
ham savobli, ham aytaylik sizga savob keladigan va o'sha oluvchiga juda ham quvonarli bo'ladi. Kitoblarni olib, bu yoqda Makkada, Madinada juda ham ko'p Qur'on kitoblar sotiladi. Razmerlarini aytmaysizmi? Katta, kichik, kichkinagina har xilchalari bo'ladi. Qur'on kitoblarini olib hadya qilsangiz undan ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki Qur'on kitoblarini oldida bu hadyalar hech narsa emas. Videoning so'ngida sizga shuni aytmoqchimanki, hadyalaringizni katta kichikligi muhim emas, balki eng muhimi u qanday niyat bilan berilayotganidir. Bu sovg'alar shunchaki buyum emas, balki mehr, yaxshilik va duolaringizni bir bo'lagi bo'lsin. Alloh taolo barchamizga Makka va Madinani ko'rish, umra va haj amallarini ado etishni nasib qilsin. Amin. Shunday qilib bugungi unboxingimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.